qeyri yeyishni yaxshi ko'rgan lekin qanday qo'rishni bilmayotgan tuqqanlarimiz oddiy ham yeyishlik qilib munda o'xshagan qeyrin qo'rimiz qo'rishni o'rganib olgan. Tan tilingiz qag'dek ajoyib o'xshaydi jumu. Oldi bilan pokiz yuvib tayyorlab olgan qeyrinni suv suv silib, qozon qaynagandan keyin ko'pikchilarni pokiz elib etib, g'ayriy puroqlarni yo'qotish uchun so'ng piyoz, samsaq, ozroq kavuchin silib, taxminan 1 soat atrofida bo'sh o't qaynatib pishirib olamiz. Arqadan qeyrinni bek ushaq to'g'rab etmay, videoda ko'rsatgan cho'nglik to'g'rab tayyorlab olamiz. Qo'shimcha saylardan piyoz, ko'k qizil lazlarni videoda ko'rsatgan holatda to'g'rab olamiz. Ko'rib mishay kapsizlar tuqqanlar izdegan topolmay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olinglar. Qozonga azroq may qo'yib, may qizgandan keyin oldi bilan qeyrinni silib qo'rib olamiz. Bundaq vaqtimizda qeyrin intayin churukdek payz pishidi. Undan keyin so'ng piyoz, samsaq, zanjivil azroq shiplar silib etamiz. Arqadan cho'ng stamning samovar sho'rpisi tetikisdan bir qo'sh xil silib etadigan bo'lsak, rangiga ta'mi kelib ketmaydi jumu. Cho'ng stamning samovar sho'rpisi tetikisda ailda xo'ga o'qib qolsanglarmi yoki mushunday qeyrin qo'rimiz qo'rsanglarmi alamat o'xshaydi. Texnik ishlatib baxmagan do'stlarimiz bir ishlatib sinab beqinglar. Eng oxirida bir chimish qaynoq suv, ko'k qizil laza, samsaq berib ishqarlashtirib lam taqsiga asaqli bo'ldi. Manda o'xshatib qeyrin qo'rimiz qo'rib mifam bilan yavoldigan bo'lsanglar ajoyib ishtayinglarni ochadi jumu. O'rganib oldingizmi? Qiynanib siz